Fojia. Yuragi bo'shlar ko'rmasin, bir kunda 3 ta tobut chiqarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanida qo'lbola isitish pechining noqonuniy ulanishi oqibatida yuzaga kelgan is gazidan zaharlanish natijasida 3 kishi vafot etdi. Tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, fojia 13-dekabr kuni Xo'jayli tumanining Samanko'l OFY Qamishsho'li aholi punkti Faxriylar ko'chasida joylashgan ijaradagi uyda sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, ushbu uyda yashab kelgan fuqaro ismi qisqartirilgan AJ xonadonni isitish maqsadida qo'lbola isitish pechini o'z boshimchalik bilan boshqa xonaga ko'chirib, uni mo'risiz holda gaz tarmog'iga noqonuniy ulagan. Oqibatda xona ichida gaz yonishi natijasida hosil bo'lgan tutun is gazi to'planib, fuqaro ismi qisqartirilgan AJ va uning 2 nafar nabirasi zaharlangan. Natijada 2011-yilda tug'ilgan AC, 2015-yilda tug'ilgan AQ hamda fuqaro AJ voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Ma'lum qilinishicha, tuman hokimligi tomonidan marhumlarning oila a'zolariga ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda. Hodisa yuzasidan tergov qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda deyilgan xabarda.